Assalomu alaykum obunachilar. Mana bizlar kaptarlar. Aytdim mana takilar. Bos yuruvdi deb mana. Ikkinchi xotin qilsa ham bular ekan kaptarlarda ham. Mana birinchi xotini oq bosib yotgan tuxum. Bu ikkinchisi mana qora. O ichkari tuxum bo'lib qo'yibdi. Bosmaydi, ayna bilasiz. Tuxum qo'yadi, oladi, bosmaydi. Ertalab qo'yadi buni. Nima qilay buni olib tashlaymi yo turursinmi? Aytinglarchi. Mana tashqarida kaptarlar. Ana shu. O'sha hali ketgan bitta tuxum qo'yib qo'yganga mo'nar, umuda. Shuni juplab qo'yakmas, nega chiqdi-yu? Paypaqli, uni paypaqi ichkaridagina. Nima deysizlar, aytinglar.